Qadırlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizdan qisqacha mazmunlariga ko'z ataylik. Sharq Turkiston surgundi hukumati Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soyluga raddiya berdi. Xitoy O'rta Osiyo davlatlariga kengayish, ularni ta'sir ostiga olishni kuchaytirmoqda. Amerika prezidenti Jo Bayden Shi Jinping bilan qisqa vaqt ichida suhbat olib borganligini aytdi. Türkiye İçki İşler Ministeri Sulaymon Soylu 23 may günü CNN Türk televiziyasining Ahmet Hakan bilan tarafsiz rayon naq maydon programmasining ziyoratini qabul qilib, Amerika bilan Turkiyaning ziddiyati haqida to'xtalganda Uyg'urlar haqida so'zlab, Amerikaning Uyg'urlarni Turkiyaga qarshi turishda qo'llanayotganligini aytib, Amerika uzundan beri Turkiya orqali Xitoyga, shuning bilan birga Turkiyaga ta'sir ko'rsatish orqali bir çalmada ikki paxtak so'qdi. Ya'ni bizni Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun ishga oshira oladigan bir vaziyatni shakllantirish. Shundaqla Turkiyadagi Uyg'urlar orqali Xitoyning qistash siyosatini davomlashtirdi. Suriyadagi Daeshchilar Suriyadan ayrilgandan keyin ularni darhol Sharq Turkiston bilan Afg'oniston orasidagi bir vodiga uzun muddatlik siyosati sifatida o'rinlashtirdi degan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan Sulaymon Soyluning Sharq Turkistonga ziyon soladigan, Uyg'urlarni g'azablantiradigan, asossiz, mas'uliyatsiz bayonlarini qattiq ayblaydiganligini aytib, buning uchun kechirim so'rashni talab qildi va Xitoy bilan bo'lgan bexatarlik va axborot hamkorligini oxirlashtirishga, Uyg'ur va Sharq Turkistonni Xitoy bilan bo'lgan munosabatida tijorat vositasi sifatida qo'llanishni to'xtatishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor texmi qattiq raddiya berib, yolg'on so'zlashni to'xtating. Sizning hokimiyatingiz Sharq Turkiston va Uyg'ur davosini Xitoy bilan savdolashish ko'ziri qilib o'ynayapsiz. Sizning hukumatingiz Uyg'ur va Sharq Turkistonni turk millatining tarixiy dushmani bo'lgan Xitoyga setib, islom va turkchilik asosiga xiyonat qildi. Amerikaning Xitoyga qarshi Uyg'ur karta o'ynamaydiganligini ikkimiz bilamiz. Agar Amerika Uyg'urlarni Xitoyga qarshi o'ynagan bo'lsa, Sharq Turkiston davosi Tayvan va Ukrainaga o'xshash xalqaroning qo'llashiga erishadi. Sharq Turkiston va Uyg'urlarga qarshi Xitoy bilan axborot va bexatarlik hamkorligini orttirgan sizning hukumatingiz 2012 yil va 2015 yil orasida hukumatingiz Xitoy bilan hamkorlashib, 10 minglarcha sodda Uyg'urni Suriyaga yo'llab, zambirak yemi qilib, Xitoyning Uyg'urlarga terrorchi qalbiq kiydirib, irqiy qirg'inchilikni yo'lliq qilishiga yordamchi bo'ldi. Xitoyning bexatarligini o'zining bexatarligi deb bildi. Texi yaqindala Uyg'ur va Sharq Turkistonliklarga qarshi Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirish uchun Xitoy amallik xodimlarini kutib oldingiz dedi. CNN xabar to'rining 18 may kuni e'lon qilgan Xitoy O'rta Osiyo davlatlariga kengayish, ularni ta'sir ostiga olishni kuchaytirmoqda nomli maqolada Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston rahbarlari payshanba kuni boshlagan davlat boshliqlari yig'inining davomi uchun Xi'an shahrida bir yerga jam bo'ldi. Xitoy davlat axborotining xabarlariga qaraganda, bu qatimqi uchrashish Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Xitoyning bu davlatlar bilan diplomatik munosabat o'rnatgandan buyonqi va Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilgandan keyingi iqtisodiy ta'siriga uchragandan buyon tunji qatimliq 100 tirani uchrashi hisoblanadi ekan. Xitoy bu qatimqi uchrashishni Xitoy sahifxonlik qilgan bu yilqi tunji cho'ng diplomatik faoliyat degan. Va G'arbning chegarasi Yevropa va O'rta Sharq o'rtasidagi Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi davlatlarning kengaygan bloklari bilan yangi loyiha bekitish fursati deb qaragan. Shuning bilan bir vaqtda 2 kunlik faoliyat Beijingning O'rta Osiyodagi ta'sirini kengaytirish uchun o'ynagan bir o'yin hisoblanadi ekan. Washingtondagi Stimson markaziy aqllar ambiri Xitoy programmasining direktori Yunsun bu yig'inning Ukraina urushidan keyingi Rossiyaning aniq bo'lmagan va'dasi, roli, ta'siri bilan aloqador ekanligini, garchi O'rta Osiyodagi turk davlatlari Rossiyaning orqa bag'chisi bo'lsa-mu, Xitoy O'rta Osiyo munosabatida yangi istaklar va o'tmishda bo'lib boqmagan fursatlarning borligini aytgan. Bu 2 kunlik yig'in Rossiyaga qarshi hamkorlashmoqchi bo'lgan G7 davlat boshliqlari guruhining Yaponiyaning Hiroshimada o'tkazgan yig'ini bilan bog'liq ekan. Bu yig'in Xitoyning O'rta Osiyoda rayon xarakterli muqimlikni saqlash arxivini turg'izmoqchi bo'lganda chaqirilgan. Beijingga nisbatan O'rta Osiyo davlatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash xalqaro sahnada ochqishliq potensial ittifoq. Shundaqla Xitoy mablag' solgan temir yo'l, turba liniyasi qatorli qurilishlar Xitoyni chegara yoki Yevropaga tutashtiradigan unumli yer.
һәм Afg'onistondagi Xitoyning bexatarligiga tahdid vaziyatdan qo'g'dinish qalqini. Xitoy katbaşları bu hafta e'lon qilgan bayonotida Xi Jinpingning O'rta Osiyo davlat rahbarlari bilan uzun muddatlik munosabatini taraqqiy qildirishga munosabatlik bir qator taklif sunadiganligini va kelishimnoma imzolaydiganligini aytgan. Buningda iqtisodiy to'xtamnomalarning imzolanishi muqarrar. Ba'zi tadqiqotchilarning aytishicha, urush Rossiya bilan O'rta Osiyo davlatlari orasidagi nurg'ulg'an munosabatlarni buzdi. O'rta Osiyodagi davlatlar Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlikqa e'tibor berib qolmay, Yevropa ittifoqidagi davlatlar bilan turli munosabat o'rnatishni xohlaydi. Bu ikki kunlik yig'in Xitoyning bexatarligi uchun hamkorlikqa turtki bo'lishi mumkin. Beijing atalmish Xinjiangning yoshirin harbiy kuchini ulg'aytishidan ansiraydi. Kuzatuvchilarning aytishicha, Beijing Rossiyaning O'rta Osiyoning bexatarligida bevosita rol olishiga qiziqmaydi. O'rta Osiyodagi jumhuriyatlar bilan terrorlik, bo'lginchilik, oshqo'liqqa qarshi turishda hamkorlashishni, Afg'onistonning moslashishini ta'kidlaydi. O'rta Osiyo davlat rahbarlari Xitoyning texmo keng iqtisodiy mablag' selishiga, ul asliya qurilishi yo'lga qo'yishiga yoki bexatarlikni qo'llashiga yo'l qo'yishi mumkin deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga Twitter hisobidan inkas qaytarib, O'rta Osiyo davlatlari yer osti boyligi mo'l davlatlar. G'arb bu davlatlarga mablag' solmaganlik uchun Xitoyning kontroli ostida qolgan. Xitoyning kengayishiga qarshi turishga to'g'ri kelganda, O'rta Osiyo davlatlari Hind Tinch okeanga o'xshash muhim bo'lib qoladi dedi. Amerika prezidenti Jo Bayden Xi Jinping bilan qisqa vaqt ichida suhbat olib borganligini aytgan. Washington vaqti xabar torining 22 may kunidagi G7 davlat giroyi boshliqlari yig'iniga munosabatlik analiziga qaraganda, Yaponiyadagi G7 davlatlar giroyi boshliqlar yig'iniga Baydenning qatnashganligini mundaq 3 narsa belgilagan. Biri o'xshashi bo'lmagan bir xatolikning oldini olishda chiqimni bir qadam ilgirlagan holda kamaytirishni talab qilgan jumhuriyatchilar bilan munosabatni yiriklashtirish. Bir necha imzoliq muvaffaqiyatlarning aksini qilish. İkincisi, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyning to'yqisiz ziyarati. Bayden uzundan beri qarshi turgan F-16 yordamining kuchayishi. Uchinchisi, Xitoyning iqtisodiy besimiga qarshi turish. Beijingning savdo va mablag' selishini qo'llanish orqali Amerika va uning ittifoqdoshlariga taqobil turishdagi tahdidlarini ayiblash. Ko'p taraflama mexanizmni o'tirg'a chiqarishda G7 davlatlarining odatdan tashqari hamkorlashishi kerak bo'lsa-mu, ammo Hiroshimadagi yig'in jarayonida Bayden Xi Jinping bilan yangidan munosabat o'rnatadigandak holatda turgan. U yakshanba kuni muxbirlarga bergan bayonotida hamma ishning qisqa vaqt ichida hal bo'lganligini aytgan. İki rahbar oldimizdagi noyabrda Balidagi yig'inda ko'rishib, masalalarni hal qilmoqchi bo'lishgan. Beijing bilan Washington orasida harbiy qiziq nuqta liniyasi bor bo'lib, Xitoy davomli aralashishni rad qiladi ekan. Amerikaning sobiq navbatdagi amaldorlari Beijingning davomli taqobil turishiga qaramay, krizisni pasaytirish uchun texmo ishonchli qiziq nuqta liniyasini o'rnatishga chaqiriq qilgan. G7 davlat rahbarlari bu qatimqi yig'inda ta'minlash zanjirini kuchaytirib, halqalıq mineral moddalar yoki mikro'o'sak qatorliq moddalarda Xitoyga tayinishni azaytishga qo'shilgan. Iqtisodiy majburlashga aloqador moslashtirish supisi qurishga munosabatli kelishim hosil qilishgan. Eng muhimi, Bayden ko'p taraflama eksportni kontrol qilish uchun G7 davlat boshliqlarining qatnashishini qo'lga keltirgan. Yaponiya va Gollandiyaning qo'llashi ostida Amerika Xitoyning iqtisodiy va harbiy ishlarini mikro'o'sak qatorliq yuqori texnikadan mahrum qoldirishga tirishgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga qarata Twitter hisobida inkas qaytarib, G7 davlat boshliqlarining Xitoy 2014-yildan buyon Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishda qayta mag'lub bo'lishi bizni umidsizlantirdi. Baydenning zamonaviy dunyoning Gitleri irqiy qirg'inchilik jinoyatchisi Xi Jinping bilan aloqa qilganligini ayblaymiz dedi. Vatan, tuproq inson uchun yaratilgan bir ne'mat. İslam dini insonni maxluqqa qulchilik qilishdan ozod qilish va insonning asosli huquqlarini qo'g'dash uchun kelgan buyuk bir ne'mat. Dinimizda aqida sevgisi bilan vatan sevgisi bir-biridan ayrila olmaydi. Bir-biriga zid kelmaydi. Balki aqidamizning taqozosi bo'yicha mustamlika ostiga tushib qolgan vatanni himoya qilish va qo'g'dash erkak va ayollarga farz hisoblanadi. Demak, islom aqidamiz samimiy musulmonlarga nisbatan vatanparvarlikning asosi hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karim vatanning mustaqilligi va hurligini vatanparvarlik, qaysarlik va fidokorlikning mevasi deb qaragan.
hamda insonlarning hayoti deb sifatlagan. Шуңа ватанның mustaqilligi haqida sus qaraydigan yoki mas'uliyatsizlik qiladigan yoki qo'rqinchoqlik qiladigan kishilarni o'liklar deb ifodalagan. Abdurahmon Jamol Koshig'ari. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.